Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Prismarman. Do'stlar, bir haftadan men Minecraftda bo'lmadim, chunki men bir haftadan beri boshqa ishlar bilan shug'ullanayotgandim. Bir haftadan beri Minecraftdan chiqib ketsa nima bo'ladi bilasizlarmi? Bir hafta Minecraftda bo'lmasanglar, qornlaring och bo'ladi, jonlaring kam bo'lib qoladi. Shuning uchun uyimga kirishim kerak. Tak, endi uyimga kirishim kerak. Bardak bo'yotdi. Nimaga bardak bo'yotdi? Stil. Nima deysan? Bu yerda nima qilyapsan? Bu yerdami? Bu yerda men dinamitni olgani kelgandim. Nima? Qanaqa dinamit? Axir uyingni portlatishga o'zing ruxsat beribsan-ku, to'g'rimi? Shuning uchun kelgandim. Qanaqa uyimni portlatish? Aqldan ozdingmi? Men hech qanaqa uyimni portlat deganim yo'q-ku. Bo'lsam ketdim. Kim aytdi buni senga? Nikojon, hammani og'zlashga yuribdi-yu. Nikojon? Jinirsan. Bo'lsam dinamitimni olib berib bor. Dinamitda? Qayerda u? Sandig'imdami? Yo'q, sandiqda emas. Qayerda bo'lmasan? Bechkani yonida sirli sandiqda mashitda. Tak, shunda. Mana shu yerdami? Aqldan ozsizlarmi? Jinnimi? Sizlar sandig'im bo'm-bo'sh, meni qornim och. Mayli, bu yer buzishga to'g'ri keladi. Kirkamam yo'q ekan. Baxir bu Nikojon bunday qilmasdi, men bilardim-ku. Tak, bo'lar. Jinimsiz, bana 5 ta dinamiting. Faqat uyimdan chiqib ket. Bor endi qishloqqa. Men uylarni tartiblashim kerak. Dinamitingni men ketdim. Bu yerda keyinchalik olib tashlayman. Tak, bo'ldi demak. Nikojonim. Nima, bazm qiladigan bo'ldikmi? Jinirjon, qanaqa bazm? Nikojon uyingda bazm qilamiz dedi-ku. Qanaqa bazm, jinnimisan? Urma. Qanaqa bazm, jinnimisan? Men unaqa demaganman-ku. O'zing ruxsat beribsan-ku, dinamit bilan portlatib, bazm qilib, tortlar yeb, bazza qilib nishonlashimiz kerak edi. Bunday qilishimiz kerak emas edi-ku. Mayli, tezroq men emas-ku. Nikojon esa bilan gaplashib qo'yish kerak Nikojon bilan. Qonim ham och. Tezroq ishlab, tezroq ketish kerak. Bu yerga topshirib Nikojondan ham bir so'rab ko'rishim kerak. Men axir unday demagandim-ku unga. Shtillar nimaga o'zi to'qib chiqarishyaptimikan yoki yoki meni aldashyaptimikan yo prank qilyaptimikan? Nima bilaman. Tezroq uyimga borib narsalar yo'lay, tezroq juda qornim och. Non yesa bo'ldi. Yeyishim kerak, bardak hammacha. Shtillar, bu yerda nima qilyapsizlar? Yo'q, bo'ldi, men endi betlar to'g'rilashim kerak. Mana merda oldiga ham keldim. Endi merga topshirishim kerak. Salom ber. Kelsam maylimi? Kelaver. Men garachi polizdagi narsalar olib kelgandim. Mayli, sandiqqa solib qo'yaver. Tushunarli, okey. Mana solib qo'ydim. Aytgancha, uyingni portlatib, bazm qiladigan bo'ldikmi? Menga aytyapsizmi? Senga aytyapman. Yo'q. Kim aytdi buni sizga? Nikojon, uyga portlatib, bazm qilishimizga ruxsat beribsan-ku. Qanaqasiga mer buni? Bular hozir gaplashmasam bo'lmaydi. Nikojon, jahlim chiqib ketyapti. Nikojondan so'rashim kerak. Qo'yishdilar. Taq, Nikojon. Bizda gapim bor. Hammaning og'zida bitta gap yuribdi. Siz meni uyimni portlatib, bazm qilmoqchi bo'lgansiz-ekan. Men unga ruxsat bermagandim-ku. Nimaga bunday qilyapsiz? Yo'q, men unaqa demaganman. Akamiz qaramdasiz-ku. Mayli. Uyingni portlatadigan bo'ldikmi?
To'g'risini aytinglar, do'st. Jiddiy, prank qilmayapsizlarmi? Yo'q, bunaqa qilganim yo'q. Rostdan ham. Buni hamma qishloq biladi-ku. Nikojon. Tax, Nikojon. Niko. Ale, men yana bir haftaga o'yin Minecraftdan chiqib ketyapman. Shuning uchun uyimda qo'riqlab turing, bo'ptimi? Bo'pti, xayr. He. Yo, do'stlar, mana shunaqa ustvosh oldim. Mana bular rangi bir xil, prosta sal bilinib qoladi, lekin bunga Nikoja e'tibor bermaydi, chunki u bilasizlar, videoda ham ko'p qatnashganimizda hech narsaga e'tibor bermasdi. Hozir ham shunaqa shapaq. Mayli, demak unisam tak, uyga kirishim kerak. Nikoja kelyapti. Turishim bo'lyapti. Jide, sen keldingmi? Bugun hamma ishga chaqirish kerak. Jide, biz Ha, keldim. Bazm qilamizmi? Nikojondan, prizlaridan so'radingmi o'zi? ha so'radim, ha dedi. Mazza qurdotamiz. Ha. Bo'lmasa boshqa qishloqlarga ham telefon qil. Voy, to'xta, tubar. Sen iflos meni uyimda qilmayman deganding-ku unaqa ishlarni. Yana nimaga qilyapsan, ha? Ay, do'stligimiz, eng yaxshi do'stimiz, eng yaqin do'stimiz deb gapirayotganding-ku, soxta. Gapir, nimaga turibsan? Uzr. Unaqa qilmayman, biz boring. Iflos, tubar, sen mana shunaqa eng yaqin do'stim bo'lib turib shunaqa ishlar qilasanmi? Jidillarda o'zing aytganingni bilardim, eshitgandim, ammo jidilga ishonmagandim lekin do'stimiz deganingga men senga ishonibman. Tubar. Ha, shunaqa bo'ladi. Bilib qo'y. Shu bilan videomiz yakuniga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Tak, keyingi videolarda ko'rishguncha.